drift qilishni o'rganish birinchi o'rinda bublik qilishdan boshlanadi. Uni qilish uchun displeyni bosinglar, birga urasizlar. Motor kuchli bo'lsa, ikkiga ursa ham bo'ladi. Rulni chapga burib turib, оборот bergandan keyin displeyni reski qo'yib yuborib, aylantirishni boshlaysiz. Drift qilishni o'rganayotganda, bublik qilishni o'rganganingizdan keyin восьмерка qilishni boshlaysiz. Uni qilish ham xuddi bublikka o'xshab boshlanadi, faqat 8 chiziladi. Ko'plar birinchi skorsda qiladi, lekin meni mashinam boshqacha yig'ilgan, o'shaning uchun ikkinchi skorsda qilib hozir ko'rsataman. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ketdi. Bublik qilish, ya'ni o'sha dumalonni chizish ikkala tomonga o'rganiladi, chap tomonga, o'ng tomonga. Bitta aylanishni o'rganib olganingizdan keyin ballonni atrofidagi masofani kattalashtirishni boshlaysiz. Bir xil qilib dumalon chizishingiz kerak, chapga va o'ngga. 100% ga o'rganganingizdan keyin восьмерка qilishga o'tasizlar, ya'ni 8 chizishga. Hamma mashg'ulotlar bizda yopiq trassada qilinyapti. Driftga ruxsat berilgan joylarda bu narsalarni ko'chalarda qilib yurmanglar. Biz driftchilar bu narsaga qarshimiz.